Yulduz opa, farzandim sababsiz ko'p yig'laydi. Sababini hech ham topolmayman. Bu nimadan deb o'ylaysiz? Demak, siz ichingizda ko'p yig'laysiz. Ichki hissiyotlaringizni bekitasiz. Uni yuzaga chiqara olmaysiz. Farzandim o'zidan o'zi juda ham ko'p baqiradi. Demak, siz yillar davomida ichingizdagi nafratingizni, g'azabingizni, boshqalarga nisbatan bo'lgan munosabatingizni jim yutib yurasiz. Farzandim sababsiz juda ko'p kasal bo'ladi. Demak, siz har xil vaziyatlar ichida yashayapsiz, norozisiz. Bularga esa yillar davomida yechim topa olmasdan yashab kelyapsiz. Farzandim injiq, juda qaysar. Demak, siz o'zingizni unutgansiz, ichki ehtiyojlaringizni qondira olmayapsiz. Farzandim tengdoshlariga nisbatan tortinchoq, juda qo'rqoq. Demak, sizda ichki xavotir va qo'rquvlar juda ham katta. Bularga esa siz hali hamon yechim topa olmagansiz. Farzandingiz kasalligini faqat shifokorga bog'lamang. Chunki bolaning holati onaning ichki tuyg'ulari va ruhiy holatiga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Farzandingiz sog'lom bo'lishini istasangiz, avvalo o'zingizni tinglang, ruhiy holatingizga e'tibor bering. Bundan ham qiziq ma'lumotlarga ega bo'lishingiz uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying.